Короче, gul oldim, bo'yandim, makiyaj qildim. Instagramga video qo'yish uchun. Qo'ydik ham deylik. Keyinchi 70 dona like, 3000 ta prosmotr va 5-6 ta qusgan smaylikchalar, befam, sapsatda, jinni, ahmoq degan kommentariyalar. Shunga shuncha harakatmi deb qolaman inakda. Shuni orzu qilganmiding? Shuni Allohdan duolaringda so'raganmiding? Mashhur bo'lay, bloger bo'lay. Nimani o'ylaganding? Hammasini yaxshi ko'radi debmi? Ayrim payt odam duo qilganda o'ziga balo so'rab olganini ham bilmasdan qolar ekan. Boshimga mashhurlikni emas, balo tilab olgan ekanim, balo. Endi men bu ko'chaga kirdim. Orqaga yo'l yo'q. Yoki men zo'r bo'lishim kerak, yoki chekinib keta olmayman. Chekinish bu men uchun emas. Shu manga yaxshi gaplariz yo'q. Qo'shki yomon gaplarizni ham yozmasalaringiz. Shu yozib maza qilasizlarmi? Qani shu yozdingizlar, befam, mana deb bir emas 10, 100 yozdi. Qani eshitdim, befoyda. Yana qayta yozishdan ma'no nima? O'ylaysizlar Instagramdan ketadi debmi? Yo'q. Sizlar uchun ketayman. Sizlar ketinglar, men qolaman. Instagram meni uyim. Men uyimdan, meni profilimdan, meni shaxsiy stranichkamdan haydaysizlar nima? Tövbe, tushunmayman men sizlarni.